Vazirlar Mahkamasining joriy yil 18-maydagi qaroriga muvofiq 1-iyuldan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida onlayn nazorat kassa texnikasidan foydalanishni ommalashtirish bo'yicha yutuqli o'yinlar o'tkazildi. Soliq ilovasi orqali o'tkazilgan aksiya g'oliblari Qovun sayli festivalida aniqlandi. Xorazmdan muxbirimiz Intizor Matjonova xabar beradi. Xorazm viloyatida o'tkazilgan mazkur ilk yutuqli chek o'yinida 185.956 nafar ishtirokchi tomonidan 1.913.733 ta chek ro'yxatdan o'tkazildi. Yutuqli o'yin g'olibi esa Xiva shahridagi Ardaxiva majmuasida Qovun sayli festivali doirasida tashkil etilgan konsert dasturida tasodifiy tanlov asosida aniqlandi. Unga ko'ra, bosh sovrin Xonqalik Qodirberdi Yusupovga nasib etdi. Quvonchim ichimga sig'may turibdi. Kechpek talab etib olib, nerda savdo qilsam ana shuni telefon orqali ro'yxatga o'tkazib borardim. Mashina 30 dedi, so'nib yetdim. Ikki tomonlama o'tdik. Ham 1% o'zingizni pulingizni qaytarib olasiz. Ham vaqtingiz yesa ana shunday yana yutuqlarga erishib o'tirasizlar. Tadbir davomida eng faol ishtirokchilar ham rag'batlantirildi. Jumladan eng ko'p chek ro'yxatdan o'tkazgan tadbirkor, eng ko'p chekni ro'yxatdan o'tkazgan yosh fuqaro hamda eng ko'p chekni ro'yxatdan o'tkazgan fuqaro qo'shimcha nominatsiyalar bo'yicha taqdirlandi. Bu kabi yutuqli chek o'yinlarini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarni chek talab qilishga rag'batlantirish, savdo va xizmat ko'rsatish sohasida shaffoflikni ta'minlash hamda halol raqobat muhitini shakllantirishdan iborat.